Товарищи офицеры, товарищ Верховный Главнокомандующий, участники совещания, работники... 26 oktyabr kuni Vladimir Putin Rossiyaning yadroviy dvigatelga ega burevestnik qanotli raketasi muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilganini aytdi. Keng ma'noda bunday qurol dunyoda hech kimda yo'q dedi Putin Ukraina urushini boshqarayotgan generallar bilan uchrashuvda. Uning aytishicha, bir vaqtlar rossiyalik mutaxassislar bu qurolni yaratish imkonsiz degan. Biroq endi uning hal qiluvchi sinovlari yakunlandi. General Valeriy Gerasimovning aytishicha, o'tkazilgan sinovda raketa 14 000 km masofaga uchgan va taxminan 15 soat havoda bo'lgan. Moskva ta'rificha, ushbu yadroviy qurol har qanday mudofaa qalqonini yorib o'ta oladi. NATOning hozirgi va kelajakdagi raketaga qarshi mudofaa tizimlari uchun yengilmas. Ushbu sinovlar Rossiyaga sanksiyalar bosimi ortayotgan paytda G'arbga signal o'laroq o'tkazilmoqda. Air Force One bortida jurnalistlar bilan suhbatlashgan Donald Trump esa Putinga raketalarni sinash o'rniga urushni tugatish kerakligini aytdi. AQSh ularning qirg'oqlariga juda yaqin yadro suvosti kemasiga ega. Bunday masofalarga uchirish shart emas. Biz har doim raketalarni sinaymiz, dedi Donald Trump.